Parvardigor, sen bermoqchi bo'lsang, uni to'sib oladigan hech kim yo'q. Agar sen to'sib qo'yadigan bo'lsang, uni beradigan yo'q. Sen bir bandaga bir narsani ato qilmoqchi bo'lsang, kim to'sib qola oladi? Agar bir bandadan bir narsani man qilib qo'ymoqchi bo'lsang, kim uni bera oladi? Mana shu tavhid bo'ladi, birodarlar. Alloh taolo aytadi Qur'onda, astagfirullah, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika lah, va ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Alloh odamlar uchun ne bir rahmat, marhamatni ochib qo'ysa, bas uni ushlab to'sib qolguvchi bo'lmas. Va neni ushlab qolsa, bas u zot ushlab qolganidan so'ng narsalarni bandalarga biron yuboruvchi bo'lmas. Alloh berishni xolasa hech kim to'sib qola olmaydi. Alloh olib qo'yishni xolasa ham hech kim to'sib qola olmaydi. Chunki Alloh har narsaga qodir bo'lgan zot. Alloh azza va jalla siz bilan bizga o'zini zikr qilishlikni buyurdi. Ko'p zikr qilishni buyurdi. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu zikrulloha zikron kaseera. Ey mu'minlar, Allohni ko'p zikr qilinglar. Ko'p. Bu yerda birodarlar buyruq. Bu buyruq fe'li. Ya'ni siz bilan bizga Allohni ko'p zikr qilishlik vojib bo'ladi, lozim va lobud bo'ladi. Ko'p zikr qilishlik kishini iymoniga, taqvosiga dalolat qiladi. Chunki munofiqlar ham Allohni zikr qilishgan, lekin oz zikr qilishgan. Vala yazkurunalloha illa qalila. Ular Allohni juda ham oz zikr qilishadi. Ya ayyuhallazina amanu zikrulloha zikron kaseera. Ey mu'minlar, Allohni ko'p zikr qilinglar. Nima deb o'ylaysizlar? Nechta ko'p deyapti? Mana zikrlarimiz bor. Rasululloh mana duoni 100 marta aytganlar, mana tasbihni 100 marta aytganlar, mana 200 marta aytganlar. Anas ibn Malikdan rivoyat hadisda kim Qul huvallohu ahad surasini har kuni 200 marta o'qisa, 50 yillik gunohlari bo'lsa ham avvalgi gunohlari kechiriladi deganlar. Mana sanog'i bor. Anas ibn Malikdan sahih hadis bu. 20 minut vaqt ketadi. Mana yosh kattalarimiz, ayniqsa mana o'sha Qul huvallohni bilasizlar, 200 marta o'qib yuring kunda 50 yillik gunohlar kechirilar ekan. Zikr alohida tema, birodarlar, bu tasavvufga tegishli narsa-da bu. Tasavvufda ayrim birodarlarimiz tushunmagani uchun kufr shirk deyveradi. Tasavvufda asli o'zini o'qinglar-da. Jabroil alayhissalomning hadisi Umar ibn Xattobdan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga o'tirgan